Tasavvur qilaylik, siz menejer yoki kadrlar bo'limi mutaxassisisiz va sizga amaliyot yoki muayyan lavozimlarga murojaat qilgan ko'plab nomzodlarning rezumelarini ko'rib chiqish vazifasi yuklangan. Shu bilan birga siz aniq bir sohada tajribaga ega bo'lgan nomzodlarni topishni maqsad qilgansiz. Shu maqsadda nomzodlardan birining rezumesini virtual yordamchimiz Cloudga taqdim etdik. Undan kadrlar bo'limidagi yordamchimiz sifatida ishlashni, rezumeni tahlil qilishni va nomzodda barqarorlik sohasiga oid tajriba mavjud yoki mavjud emasligini aniqlab berishni so'radik. Endilikda Cloud qanday ish boshlaganini ko'ramiz. U biriktirilgan faylni tahlil qildi va nomzodning barqarorlikka oid tajribalarini sanab o'tdi. Shuningdek, u nomzod ishtirok etgan loyihalar, amalga oshirilgan tashabbuslar, qatnashgan seminarlar hamda egallagan texnik ko'nikmalar haqida ham ma'lumot berdi. Natijada virtual yordamchimiz rezumelarni saralash va tahlil qilish jarayonida qanday samarali yordam ko'rsata olishini aniq ko'rib chiqdik. Bu misol orqali shunday xulosa qilishimiz mumkin. Sun'iy intellekt yordamchisi kadrlar bo'limiga katta hajmdagi rezumelarni tez va sifatli tarzda saralash, maqsadli nomzodlarni aniqlash hamda qaror qabul qilish jarayonini yengillashtirishda beqiyos yordam beradi. Shu orqali umumiy ish samaradorligi oshadi va HR mutaxassisligining ishi ancha yengillashadi.